Mana ertaga Yangi yil bayrami. Bu Yangi yilim ham bolalarimsiz o'tadigan bo'ldi. Yangi yil-ku mayli. Bugun o'g'limni tug'ilgan kuni, kichkina o'g'limni. 25-kuni katta o'g'limni tug'ilgan kuni edi. To'yimizdan keyin 15 kunlik film payti Moskvaga kelganman, xo'jayinim va ularning oila a'zolari bilan. Farzandlarim shu yerda Moskvada tug'ilishgan, ikkalovlariyam. Alhamdulillah, ikkalasi ham o'g'il. Yosh oraliqlari 1 yosh, 1 yoshu 5 kun, aniqroq qilib aytsam. Katta qilish qiyin bo'lgan. Qaynona onajonimlar qattiq yordam berganlar. Birinchi farzandimni o'zlarining farzandlaridek tunlari uxlamasdan ovqatlab pishirib berib, kasalida sog'ida qarab katta qilib berdilar. Kichkina ammam bilan bo'ldi. Oilaviy Moskvada yashardik. Ular ishlashardi, men ishlamas edim. Uyda o'tirardim ikkita bola bilan. Ikkinchi bolam farzandim tug'ilgandan keyin qaynonam ham ishdan qolib ketdilar. Bola qarash uchun, menga yordamlashish uchun. Ikkalamiz ikkita bola bilan uyda o'tirardik. Keyin karantin boshlanib ketdi. Karantin boshlangandan keyin meni qo'limda kichkinam 6 oylik edi. Katta farzandim 1,5 yosh edi. Qaynona onajonimlar bilan O'zbekistonga ketadigan bo'ldik. Men o'sha yangi kelinlik paytim kelganimdan shu 2 farzandlik bo'lgunimcha O'zbekistonga bormagandim. Mana o'zimni onajonimlar ham farzandli bo'lganlarimda kelib, xabar olib, kelib-ketib yurishgan, o'zim otamlar, dadamlar bilan. Keyin O'zbekistonga ketdik karantin payti. Xo'jayinim shu yerda Moskva shahar prokuraturasida injener bo'lib ishlaydilar. Aniqrog'i elektrik injener bo'lib ishlaydilar. Ishlari yaxshi, Xudoga shukr, Allohga shukr. O'shaning uchun ishlarini tashlab ketgilari kelmaydi. 1 yilda 1 marta, 1 oyga javob otpusк olib borib keladilar O'zbekistonga borsalar. Biza Rossiyada paytimiz O'zbekistonga bormasdilar ham. Shunaqa qilib, biza karantin payti ketganimizdan keyin xo'jayinim ham karantin payti O'zbekistonga bormadilar. Ko'rishmadik, 3 yil bir-birimizni ko'rmadik. Ular ham ish bilan, biz ham 2 bolani katta qilish bilan, qaynonamlar bilan O'zbekistonda. Xo'jayinim bilan qaynotam ishlardilar shu yerda. Mani o'zim dadajonimlar ham shu prokuraturada elektrik bo'lib ishlaganlar. Qaynotam ham elektriklar. Ular birga ishlashardi, erkaklar, biz uyda edik. Bolalarimiz sal katta bo'lgandan keyin ularni xususiy bog'chaga berib, men xo'jayinimlardan va qaynonamlardan, uydagilardan so'rab ishlashga qaror qildim. Ruxsat berishdi. O'zimizda O'zbekistonda kassir bo'lib ishladim. 3-4 oy ishlaganimdan keyin xo'jayinim ishlama deb turib oldilar. Yoqmaydi, bilasizlar, erkaklarga ayollar ishlasa. Yana o'zingizdan uzoqda bo'lsa xo'jayiningiz, bilasizlar, erkaklar rashki yomon. O'shaning uchun keyin ishdan qolib ketdim. Keyin bilet oldilar. 3 yil ko'rmagan turmush o'rtog'imni yoniga kelishga quvonishimni ham bilmadim, siqilishimni ham bilmadim. Qanaqadir o'rtada qolib ketdim. Farzandlarimni tashlab kelganim uchun samolyot shu Moskvaga kelguncha yig'lab kelganman. Musofir yurtdagi farzandini tashlab kelgan ayollar meni tushunsa kerak deb o'ylayman. Uborkamning davomini va suhbatimizni keyingi reelsga joylab qo'yaman. Rossiyadagi hayotimiz sizga qiziq bo'lsa, podpiska bosib qo'yishni unutmang.